Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, sizlar bilan nemis tilidagi grammatika rubrikasini davom ettiramiz. Bugungi mavzularimiz 5 timta va 15 timta artikel. Ya'ni aniq va noaniq artikellar. Xo'p, bu mavzularga kirishdan oldin sizlar bilan biz artikel o'zi nima degan savolga javob berishimiz kerak. Xo'p, artikel nima? Artikel bu nemis tilida liboy otni, ya'ni liboy predmetni, bu stol, stul, ruchka, kitob, har bitta narsani o'zini artikeli bo'ladi. Ya'ni bizda 3 ta artikellar bor, aniq artikellar bor. Der, die, das. Xo'p, endi demak masalan aytamanki, stol desam der Tisch bo'ladi, stul desam der Stuhl bo'ladi. Masalan deraza desam das Fenster, agar eshik deydigan bo'lsam die Tür. Ya'ni biz o'zbek tilida oddiy eshik deb qo'ysak, nemis tilida uni har bitta otni o'zini artikeli bor. Xo'p, endi bular biz birinchi bo'lib turib sizlar bilan bu ikkiga bo'linadi deb aytdik yuqorida. Ikkiga bo'linadi, ya'ni aniq va noaniq artikellar. Birinchi bo'lib sizlar bilan aniq artikellarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, aniq artikellar bular bizda der, die, das va yana die. Xo'p, der bu bizda muskoy rodga to'g'ri keladi. Die bu женский rod, das bo'ladigan bo'lsa bu neutrum. Die bo'ladigan bo'lsa yana die ishlatyapmiz, bu plural. Ya'ni har bitta ular otlar nima bo'lishidan qat'iy nazar, ya'ni der yoki das yoki die bo'lishidan qat'iy nazar, ko'pligini ishlatadigan bo'lsak, unda die ishlatamiz. Xo'p, endi bizga bu der, die, das nima beradi? O'zi nima uchun kerak deb aytadigan bo'lsak, bizga bular 3 ta ma'lumotni beradi. Biz aytayotgan ot haqida masalan der Tisch deydigan bo'lsak, u shu haqida 3 ta ma'lumotni beradi. Ya'ni bu yerda jinsini, ya'ni bu yerda ko'ryapmiz der masalan der Tisch deb aytadigan bo'lsak, ya'ni jinsi nima? Muskoy rod ekan. Ikkinchisi soni, masalan der Tischni o'zi aytgan, bitta o'zini nazarda tutgan bo'lsak, bittaligini aytayapti bizda va kelishigini. Masalan der Tisch bu nima? Masalan kelishiklar savollarini bilamiz. Masalan bosh kelishikda kim nima degan savol bo'ladi. Nimaga der Tisch deb aytamiz? Shu bizda kelishigini ham aytib beradi bizda. Xo'p, endi bularga biz Beispiel ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchisida aytayapmanki, masalan der Hund, ya'ni bu it degani, buni artikeli der. Aytayapmanki der Hund schläft, misol uchun. Bu degani it uxlayapti degani. Ya? Demak, bu 5 timta deyishdan maqsad nima? Ya'ni aniq artikel deyishdan maqsad nima? Demak, biz u itni ko'rib turibmiz yoki itni masalan ikkita odamni aytaylik orasida aytilayotgan bo'lsa, ular nimani haqida nazarda tutayotganligini biladi. Ya'ni aniq degani ikkalasi ham ma'lum narsa bo'lgani uchun der Hund deb ishlatamiz. Xo'p, keyingisida die Frau, ya'ni Frau degan ayol kishi, uni artikeli die bo'ladi. Xo'p, masalan die Frau liest ein Buch. Nima? Bir ayol kitob o'qiyapti. Ya? Xo'p, uchinchisida masalan das Auto. Das Auto bu mashina, uni artikeli das. Misol das Auto fährt schnell. Mashina tez yuradi. Xo'p, va keyingi oxirgisi bizda die Bücher, ya'ni bu die Bücher o'zi das Buch bitta kitob bo'ladi. Die Bücher bo'lsa bu plural deb aytdik, ya'ni bu ko'plik shakl hisoblanadi. Xo'p, die Bücher sind interessant, ya'ni kitoblar qiziqarli ekan yoki qiziqarli deb tushunamiz. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bizda nemis tilida 2 xil artikellar bor ekan, aniq va noaniq. Aniq artikellarni hozir sizlar bilan ko'rib chiqdik. Aniq artikellar biron bir narsani aniq ko'rib turganimiz uchun ularda aniq deb aytamiz. Ya'ni u bizga ma'lum. Xo'p, endi ikkinchisi bu 15 timta, ya'ni bu yerda 15 timta artikel, ya'ni noaniq artikellar. Noaniq artikellar nima? Noaniq artikellar nimada nemis tilida ikkita bo'ladi. Faqat ikkita to'g'ri keladi. Ya'ni der bilan das uchun, ya'ni bizda aniq artikellarimiz uchun der bilan das uchun ein ishlatamiz. Die uchun ayni ishlatamiz, ya'ni bu женский rod uchun, die plural shakli uchun, ya'ni die ko'plik uchun biz ishlatamiz hech narsani. Ya'ni die ning plural shakli yo'q. Xo'p, endi sizlar bilan nimaga kerak? Noaniq artikellar o'zi nima va qanday ishlatamiz va qayerda ishlatamiz? Shuni ko'ramiz. Xo'p, biz
noaniq artikellarda 3 xil holatda ishlatamiz. Birinchi holat bu gapda birinchi marta aytilganda. Ya'ni biron bir narsa gapda birinchi marta aytilganda. Misol uchun aytamanki, ich kaufe ein Auto. Men bir mashina sotib olyapman yoki sotib olaman bo'ladi. Ya'ni gapda men birinchi marta aytyapman, shuning uchun men bir mashina sotib olaman. O'zbek tilida mana e'tibor berayotgan bo'lsanglar, biz aytamiz u, masalan, kecha bitta mashina sotib oldim. Bitta odamni ko'rdim. Ya'ni bir yoki bir odamni, bitta odamni deb aytamiz u. Xuddi shuning bilan bir xil bo'ladi. Endi masalan biz aytdik, aniq artikellarda biz uje ma'lum bo'lgan narsa haqida gapiramiz deyapmiz. Endi buni davomida ko'rsanglar, masalan, ich kaufe ein Buch, ya'ni men ein Auto, ya'ni men bir mashina sotib olyapman. Das Auto ist sehr schnell. Endi xuddi shu mashinani aytyapman. Endi men sizga aytdim, что men bir mashina sotib oldim deb. Endi siz mashinani haqida xabaringiz bor. Men aytyapmanki, endi Das Auto ist sehr schnell. Ya'ni shu mashina, ya'ni aniq ikkalamizga bo'lgan aniq mashina juda tez ekan. Demak, tushunarli degan umiddaman. Xo'p, ikkinchi holat bu ko'p narsa ichidan bitta narsa nazarda tutilsa. Misol uchun bu yerda aytganimizki, ich brauche eine Tüte. Misol uchun bir 10 ta 15 ta paketlar turibdi. Keyin men aytyapmanki, masalan sizga aytyapman, ich brauche eine Tüte. Ko'pgina turibdi, bittasini nazarda tutyapman. Menga bitta nima kerak edi, paket kerak edi deb aytyapman. Shunda men yana noaniq artikelni ishlataman. Ich brauche eine Tüte. E'tibor beryapsizlar, bu yerda eine deb aytyapman. Sababi nima ekan bu? Bu artikeli die ekan, biz bu yoqda ko'rib chiqdik. Ya'ni die bu feminin, shuning uchun eine ishlatyapmiz bu yerda. Xo'p, va uchinchi beispielimiz, bu uchinchi holatimiz noma'lum narsa haqida gapirgan. Ya'ni umumiy biron bir noma'lum narsa haqida gap ketayotganda ham shu nimani noaniq artikel ishlatamiz. Xo'p, bu aytayapmanki, Sie lesen Bücher. Misol uchun, ular kitob o'qishyapti, misol uchun. Ular kitob o'qishyapti. Ular kitoblar o'qishyapti. Ya'ni biz aytdik, plural shakli yo'q dedik. Shuning uchun ham biz bu yerga hech narsa qo'ymaymiz agar noma'lum kitoblar haqida gap ketayotgan bo'lsa. Ya'ni birinchi marta gap aytayotgan bo'lsam, shu bu yerda noma'lum narsa haqida gap ketayotgani uchun biz hech narsa qo'ymaymiz bu yerda. Xo'p, do'stlar, demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nemis tilida bizda artikellar bor ekan. Artikellar aniq va noaniqqa bo'linadi ekan. Hop, aniq artikellar bular der, die, das va yana die ekan, plural shakli. Bular aniq ma'lum bir narsa haqida gap ketayotganda ishlatamiz ekan bularni. Va noaniq artikellar bor ekan, bular ein, eine, ya'ni bu der bilan dasga ein to'g'ri keladi ekan, die eine to'g'ri keladi ekan. Va nimada aytdik, die plural shakliga bizga hech qanaqa artikel ishlatmaymiz ekan, noaniq artikel ishlatmaymiz. Xo'p, umid qilamanki, videomiz sizga tushunarli bo'ldi. Agar savollaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. E'tibor uchun rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.